Men esimni taniganimdan beri kitoblarni o'zimga do'st qilib olganman. Bunga sabab esa doim menga onajonim kechga yotar paytlarida turli xil ertaklar aytib berganlar. Menga eng yoqqan ertaklardan esa Zumrad va Qimmat, Oltin tarvuz, Urto'qmoq kabilardandir. Ular bizga halollik, mehribonlik, do'stlik kabi turli xil xislatlarni aks ettirib bera oladi. Hozirda men Termiz shahrida joylashgan 17-umumiy o'rta ta'lim maktabining 7-V sinfida o'qiyman. Men ko'proq matematika, tarix, kimyo va fizika fanlariga qiziqaman. Bugungi kunga qadar 100 dan ortiq kitoblarni mutolaa qilganman. O'shalar orasidan menga eng yoqqan asar Oybekning bolalik xotiralarining asari bo'ldi. Ushbu asardan bizning oladigan saboqimiz esa hozirgi yashab turgan kunimizga, mustaqilligimizga shukr qilishimizni anglatib bera oladi. Men kitob o'qishdan tashqari uy ro'zg'or ishlarida oyijonim va dadajonimga yordam beraman. Oila a'zolarim bilan doimiy suhbatlashib turishni yaxshi ko'raman. Oyijonimning shirin-shirin ovqat pishirib berishlari, dadajonimning doimiy nasihat qilib turishlari juda yoqadi. Men kelajakda o'qishni a'lo baholarga bitirib, yozuvchi bo'lishni niyatdaman va buni oldimga maqsad qilib qo'yganman. 2024-yil 5 tashabbus olimpiadasi doirasida tashkil etilgan yosh kitobxon tanlovining 10 yosh toifasida ishtirok etdim. Viloyat bosqichida g'oliblikni qo'lga kiritdim va respublika bosqichiga yo'llanma oldim. Birinchi shartda 65 ballni qo'lga kiritdim va men endi pastroq ball oldim deb xafa bo'lib o'tirganimda, ikkinchi shart tezkor savol-javobda men eng ko'p ballni qo'lga kiritdim va birinchi o'rinni olishga muyassar bo'ldim. Bunga sabab esa oyijonim men bilan doim shug'ullanardilar va kitoblardan birga o'qib, menga savol-javob bilan yordam berardilar. Bu kabi tanlovlarning tashkil etilishi biz kabi yoshlarga bilim olishga, dunyoqarashini kengaytirishga, nutqini oshirishga yordam bera oladi. Nasib qilsa, bu tanlovning respublika bosqichida birinchi o'rinni olsam va elektromobilni qo'lga kiritsam, bu mashinani dadajonimga sovg'a qilgan bo'lardim. Shunaqangi tinch, obod vatanda yashayotganimdan faxrlanaman. Men barcha tengdoshlarimga kitob o'qishni maslahat bergan bo'lardim. Kitob bu bizning eng katta xazinamizdir.